FM 98. O'z avtosanoat tizimidagi Turin Politexnika Universiteti qoshidagi elektromobillar va ularning infratuzilmasi ilmiy tadqiqot laboratoriyasi boshlig'i Fikret Umerov bugun studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum eshituvchilar. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Katta rahmat. Mana shunaqa noqulay ob-havoda bo'lsa-da studiyamizga yetib kelganingizdan juda ham xursand bo'ldik va bugun savollarimiz bor sizga beriladigan mana shu mavzuyimiz yuzasidan. Birinchi o'rinda sizdan so'ramoqchi bo'lganimiz, nima uchun dunyoda, jumladan O'zbekiston ham elektromobillarga shunchalik katta e'tibor qaratyapti? Bu tendensiya qanchalik qaytmas jarayon hisoblanadi? Rahmat savolingiz uchun. Elektromobillar nafaqat O'zbekistonda boyaga ta'kidlab o'tganingizdek, dunyoda ham juda ham jadal rivojlanib kelmoqda. Nimaga deganda, birinchi o'rinda ekologik xavfsiz transport vositalari turiga kirganligi uchun va bugungi kunda eng dostupniy deymizda, endi bugungi kun texnologiyasida har bir etaplar bo'lgan. Misol, ichki yon dvigatellarning rivojlanishi, dizel dvigatellari, benzin dvigatellari bugungi kunda mana shu elektr mobillarga yetib kelgan va jadal rivojlanganligi uchun infratuzilma ham O'zbekistonda ham bugungi kunga tepada ta'kidlab o'tganingizdek kirib kelgan va bugungi kun texnologiyasida eng jadal rivojlanib boryapti va xavfsiz. Birinchi o'rinda o'sha ekologik xavfsiz hisoblanganligi uchun ekologiya savollari bugunda O'zbekistonda ham, hamma dunyoda ham shu keskin qo'yilganligi uchun mana shu birinchi boyga o'rinlarda afzallik taraflari shu deb o'ylayman. Ikkinchi tarafdan iqtisodiy samaradorlik ham katta o'ringa ega. Oddiy bir elektr misol, endi oddiy avtomobillarda biz benzin, yonilg'i turida harakatlanadigan bo'lsak, litrda o'lchaymiz. Elektromobillarda bu kilovat soatiga o'lchanadi, demak elektr tokda harakatlanadi. Aytaylik, bir konkret bir misolda olib ko'radigan bo'lsak, bir 100 kilometr harakatlanish uchun va eshituvchilarimizga bir nima deydi, tushunarli bo'ladigan uchun taxminan o'rtacha 20 gradus ob-havo bo'lib turadigan bo'lsa, bir 14-15 kilovat soatiga elektromobil sarf qiladi. Kilovatini endi biz bugungi tariflardan eng qimmatini olganimizda ham 2,5 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, bu taxminan bizda 30-40 ming so'm atrofida. 30-40 ming so'm atrofida 100 kilometr harakatimiz tushyapti. Hamyonbop. Endi avtomobillarni oladigan bo'lsak, xuddi shu holatda o'rtacha 9-10 litr bilan harakatlanadigan deb oladigan bo'lsak, bu ob-havoni standart shu 20-25 gradusida oladigan bo'lsak, 10 litrcha benzin yoqadi. Bugungi kunda eng arzon o'sha 92 ekologik seriyasi kamroq 11 ming so'm oladigan bo'lsak, 11 ming so'm, demak bu 110 ming so'm bo'ladi. O'rtacha где-то 2,5 baravar iqtisodiy samarador hisoblanadi. Mana shunaqa jihatlari bor azizlar. Albatta, biz bir necha daqiqadan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Agar sizni ham mana shu elektromobillar borasidagi qandaydir savollaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizda kutamiz. 88-114-90-80 raqamlari sizning xizmatingizda. O'zi qanday avtomashina boshqarasiz, elektromobil xarid qilganlar ham o'zingizni fikringizni qoldiring. Xo'p, qulayliklari va iqtisodiy jihatdan hamyonbopligi nimalardan iborat? Noqulayliklari haqida fikr bo'lsa. Albatta, bir necha daqiqadan so'ng ularni ham o'qib eshittiramiz. O'ylaymizki, ekspertimizdan sizga ma'qul keladigan javoblarni olamiz. FM 98. Kitafon radiosi Tongi Drive Show va Impuls Talk Showsi davom etar ekan. Azizlar, elektromobillarga oid qandaydir savollar bo'lsa, albatta mutaxassisimizni kasblaridan kelib chiqqan holda, vakolatlaridan kelib chiqqan holda ushbu savollarga javob beradilar. Albatta, studiyamiz mehmoni ekspertimiz o'z avtosanoat tizimidagi Turin Politexnika Universiteti qoshidagi elektromobillar va ularning infratuzilmasi ilmiy tadqiqot laboratoriyasi boshlig'i Fikret Umerov bo'lyaptilar. Xush ko'rdik sizni yana bir kira Fikret aka. Va savollarga o'tamiz. Elektromobillarning ekologik ustunligi haqida juda ko'p gapirilyapti. Ekologik toza transport vositasi deya e'tirof etyapmiz. Aslida ular havo ifloslanishini qay darajada kamaytiradi? Agar bu savolni global ravishda obyektiv ko'rsa bo'ladi va subyektiv holatda ko'rsa bo'ladi. Agar subyektiv ko'radigan bo'lsak, bu yerda chiqindi gazlar tarkibida eng ko'p CO2, CO keyin azot oksidlari mavjud. Eng ko'p 70-80% CO2 tashkil qiladi. Bu uglerod oksidi o'sha. Demak, agar shahar hududida harakat davomida bevosita elektromobilni o'ziga olib qaraydigan bo'lsak, taqqoslaydigan bo'lsak, elektromobilda bu 0 ga teng. Shahar hududida chiqishi. Lekin oddiy avtomobilga ko'radigan bo'lsak, aytaylik
1 litr yonilg'ini, demak benzinni hozirgi kunda yoqqanda o'rtacha standart, demak Euro 3 standart shu o'rtacha holatda osrednyonni oladigan bo'lsak, taxminan 2,5 kilo CO2 havoga chiqib ketadi. Bu degani 100 kilometr harakatda o'rtacha 10 litr deb oladigan bo'lsak, 25 kilo CO2 atmosferaga bitta avtomobildan chiqadi. Elektromobillarda esa bu raqamlarga yuzlashadigan bo'lsak, bevosita shahar hududida taqqoslaganda 0 ga teng bo'ladi. Lekin bu yerda infratuzilmani rivojlantirishda yana ko'plab shu jihatlarni ko'rib chiqiladi. U 1 kilovat elektr energiyani olishda ham olish uchun ham qayerdan keladi deganda, bizda misol O'zbekistonda 65-70% teplo elektr stansiyalar ishlatiladi. Uni olishda ham qanchadir miqdorda o'sha uglerod oksidlari zavod hududida, misol ko'mir yoqamiz, 1 kilo ko'mirdan taxminan elektromobilning batareyasigacha yetib kelganicha 2 kilovat elektr energiya yetib keladi. O'zi aslida ishlab chiqishi foydalanish koeffitsiyentidan kelib chiqqanda 2,5 atrofida bo'ladi, 2,5 kilo atrofida, lekin simlarda yo'qotilish har 100 kilometrga misol issiqlikda ketishi bilan hisoblaganda shuning uchun, lekin bu nuqtai nazardan ham o'rtacha 2 baravar chiqindi gazlar tarkibi obyektiv ko'rganimizda kamroq, lekin u chiqindi gazlarni ham 2 baravar kam bo'lsa ham biz shahardan tashqari hududlarda atmosferaga chiqazamiz, bevosita aholi mavjud gavjum joylarda yoki transport harakatlarini harakat jarayonlarida emas. Shunday bo'lsa-da, baribir demak shahar hududidan ko'ra tashqarida bo'lgani uchun ancha afzalli tomonlari bor ekan ekologiyani zararsizlantirishda. Yana bir savolga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Jizzaxda ishga tushgan BYD zavodi nafaqat avtomobil, balki texnologiya olib kelyapti. Bu mahalliy mutaxassislar uchun qanday imkoniyatlarni yaratib beradi? Mahalliy mutaxassislar uchun bu texnologiyalar, misol texnologiya rivojlanishi bugungi kunda juda ham jadal boyga tez ketyapti. Nafaqat avtomobil sozlik yo'nalishida, balki boshqa texnik yo'nalishlarda ham. Birinchi o'rinda boyga injenerlar, bevosita mana shu sohada ishlaydiganlar o'zini rivojlanishi, undan tashqari yangi texnologiyalar bo'lgandan keyin o'zi avtomobillar, o'sha chiqayotgan elektromobillarning sifati hammasi oshadi, ish o'rinlari oshadi. Undan tashqari masalan BYDda o'zi svarishni sexlar har xil nimalarda juda ham ko'p robotlar ham ishlatiladi. Bu ham albatta ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning sifatiga birinchi o'rinda va shu sohada ishlaydigan odamlarni ko'nikma bilimlarini oshishiga ham katta imkoniyatlar deb o'ylayman. Endi avtomobillar, elektromobillar harakatlanishni boshlaganiga allaqachon mana bir necha yillar bo'lyapti. Sekin astalik bilan baribir texnika vositasi bo'lgandan keyin vaqt o'tishi bilan nosozliklar kelib chiqadi, buzilishlar bo'ladi, yetishmovchiliklar bo'ladi, nimalarnidir o'zgartirish, almashtirish kerak bo'ladi. Mana shu ehtiyot qismlar borasida-chi, xo'p, mamlakatimizda qanaqa ishlar amalga oshirilyaptiki, ya'ni uzilish bo'lib qolmasin, har bitta detal o'sha ehtiyoj paydo bo'lgan paytda tayyor tursin. Xo'sh, bu borada qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Agar misol taqqoslab ko'radigan bo'lsak, bir 3 yil 3,5 yil holatini va bugungi kunda olib ko'radigan bo'lsak, bu sohada misol Lubo yangi texnika kirib kelganda, yangi avtomobil turi chiqqanda odamlar yangi nafaqat avtomobil, yangi qanaqadir texnikani bir nima bo'lsa, ehtiyotkorlik bilan ko'rishadi. Qana kimdir oldimi surishtirishadi, qanaqa yuryapti, nima bo'lyapti, bu qimmatga tushmaydimi degan savol bu aholimizda eng birinchi beriladigan savollar. Qanaqa minuslari bor, men qancha sarflayman bunga, buzilib qolsa men unga zapcha boyga ehtiyot qismlar topa olamanmi, yo'qmi degan savollar qiziqtiradi albatta. O'sha holatda ham har bitta yo'nalishga o'xshab bu sekin-sekin rivojlangan. Nafaqat misol ishlab chiqarish, balki частный sektorlar ham, boyagi tadbirkorlar ham bu rivojlangan sari bunga pul tikib, misol zapchastlar, o'sha ehtiyot qismlar, servislar ochib keladi. Oddiy moy almashtirish holatini ko'radigan bo'lsak, shu bir 3 yil oldin bitta moyni almashtirib berish $200 almashtirilgan. Bugungi kunda bemalol bu moyni 400 ming so'm, 500 ming so'm oddiy avtomobilga qaraganda 10-20% farq qilyapti va har ikkinchi shoxobchada moy almashtirish shoxobchasida almashtira olasiz. Va ehtiyot qismlar xuddi shunaqa 3-4 baravar arzonlagan holatda, chunki nafaqat boyga aytganimdek endi ishlab chiqarishi o'zida lokalizatsiya bo'ladi, har bitta nimani yildan yilga lokalizatsiya bo'lganligi hisobida o'zimizda mahalliy ishlab chiqarish oshiriladi. BYD zavodlarida, mana shu o'zimizda avtomobillar ishlab chiqariladigan zavodlarda, balki o'sha xususiy sektorlar ham sexlar ochadi, arzonroq olib keladi, ob'yomda olib kelgandan keyin bu zapchastlar kamayadi va shu
3 yil oldingi holat bilan taqqoslaydigan bo'lsak, o'sha arzonlashi kamida 2-3 barobar nisbatan o'sha davrga nisbatan istalgan detallarni topsa bo'ladimi hozir shu? Albatta. Endi yana bir savol, eng muhim savollardan biri, bilamiz elektromobillar batareya asosida harakatlanadi. Umuman batareyani amal qilish muddati tugagandan so'ng ularni o'sha foizi ham tushadi-ku, yildan yilga xuddi telefonning foizi tushgani singari. Qayerga utilizatsiya qilishadi? Umuman utilizatsiya masalasi bugun qay darajada hal etilyapti? O'zbekiston bunga tayyormi? Utilizatsiya jarayoni bu o'sha eng murakkab jarayonlardan biri hisoblanadi, chunki mavjud yangi detallardan akkumulyatorni yaratishdan ko'ra akkumulyatorlarni o'sha ishlab chiqarish davri tugagandan keyin range deymiz, o'sha probeglar tushib ketgandan keyin uni qayta ishlash jarayoni, uni birinchi o'rinda akkumulyatorning o'zida ichidagi kimyoviy elementlar xavfli hisoblanadi. Ochuv holatida bu ekspluatatsiya davriga tegishli emas. U kisloroddan reaksiyaga kirishib, o'sha ajratayotgan, uni misol utilizatsiya jarayonida detalga ajratayotgan jarayonlardir. Shuning uchun bu yo'nalishda ham ilmiy tadqiqot ishlari bugungi kunda olib borilyapti, ishlab chiqarishda ham o'sha loyihalar olib borilyapti. Bu holat bir 5-6 yillardan keyin misol kelib chiqishi mumkin. Chunki o'sha bir 5 yil, kamida bir 8-10 yil ekspluatatsiya jarayonidan keyin akkumulyatorlar. Buning uchun alohida bir ishlab chiqarishga o'xshagan zavod quriladi. Xavfsiz bo'lganligi uchun o'sha ekologik, o'sha ulovitellar deymiz, filtrlar hammasini qo'ygan holatda alohida uni razborga qilinadi va keyinchalik ishlatish mumkin bo'lgan qismlari, misol korpus deymiz, o'sha qimmatbaho tana qismlari deymiz, boyagi ularni qayta ishlatish mumkin bemalol. Asosiy bu yecheykalar ichidagi litiy tarkibidagi o'sha elementlar hisoblanadi. Uni almashtirib turib qaytadan yiqqanda korpuslarni o'zi bemalol chidab berishi mumkin. Undan tashqari, misol boshqa sohalar ham rivojlanib boryapti. Bu elektromobillardan keyingi elektromobil batareyalarni boshqa yo'nalishlarda, quyosh panellaridan elektr energiyani yig'ib olib keyinchalik sarflash uchun yoki pastroq elektroskuterlar, samolyotlar ham bizda ko'rib turibmiz, shahar ko'chalarida rivojlantirib, undan olib ularga ishlatsa ham bo'ladi. Sabab elektromobilga kattaroq quvvat talab qilinadi, ularda pastroq. Shuning uchun u yana bir 5-6 yil pastroq texnika, quvvatni, to'g'ri pastroq texnika emas, pastroq quvvat talab qiladigan texnikada qayta ishlatib davom ettirish ham mumkin. Ya'ni qishloq xo'jaligini ham aytishganda o'tgan safar mutaxassislar qishloq xo'jaligida o'sha sug'orib, tomchilatib sug'orishda ham akkumulyatorlardan foydalansa, bu yana ikkinchi hayoti. Qishloq xo'jaligida ishlatib bo'lgandan so'ng undan keyin yana boshqa bir uchinchi hayotni baxshida etishni hozir mutaxassislar ishlab chiqarilayotgan ekan. Menimcha rivojlangan mamlakatlarda ham bu usul qo'llaniladi. Albatta. Amaliy ahamiyati demak yo'qolmaydi. Xo'p, fikrdagi yana bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Elektromobillarni ekologiyaga, atmosferaga ta'siri haqida gapirdik. Tashqi muhitga bo'lgan ta'sirini gapirib o'tdik, lekin tashqi muhitni-chi, elektromobillarga ta'siri haqida ham biz inobatga olishimiz kerak, chunki mashina harakatlanar ekan, u harakatlanayotgan mintaqa, uni iqlimi juda ham katta ahamiyatga ega, ayniqsa elektromobillarda, chunki o'sha bir necha marta guvohi bo'ldik, elektromobillar yonib ketdi degan gaplarni paydo bo'lgan yoki boshqa holatlar, bu ob-havo bilan bog'liq degan bir iddaolar bilan chiqqanlar ham bo'ldi. Xo'sh, quyoshni qanchalik qizdirishi yoki aytaylik salqinroq mamlakatlar bunga ta'sir o'tkazadimi yoki yo'qmi? Bizni o'zimizni iqlimimizga mos bo'lgan elektromobillar harakatlanishi kerakmi yoki umuman ta'sir aloqasi yo'qmi bir-biriga? Albatta, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, iqlimni elektromobillarga katta ta'siri bor. Issiq havoda, lekin bu boyga yonib ketdi, boshqa nima hech qanaqa aloqasi yo'q. Chunki noto'g'ri texnik xizmat ko'rsatilgandan bo'ladi bu narsa. Oldingi respublikamizda yuzaga kelgan 7-8 ta atrofida bo'lgan yong'inni o'zi mana shu 3-4 yilda ichida o'rganib chiqilganda hammasi noto'g'ri texnik ekspluatatsiyadan keyin boyagi akkumulyatorga bevosita ochilgan yoki uning boshqaruviga vmешательство bo'lgandan keyingina bu holatlar yuzaga kelgan. Bo'lmasam bu to'liq xavfsiz hisoblanadi, chunki blokirovkaga tushadi va hech qanaqangi yonish jarayonigacha yetib bormaydi elektromobillar. Lekin iqlim sharoitini elektromobillarga ularning harakat davomida probagiga ta'siri bor.
Nimaga deganda, bu deganda ko'proq issiq emas, chunki issiq bo'lganda uni sovutish sistemalari bor, sovuq holatida uni isitish tizimlari ham bor. Lekin umumiy proyektda oladigan bo'lsak, taxminan 25, endi real to'g'ri qarash kerak, 25-30% gacha proyekt kamayib ketishi kuzatiladi. Bugungi kunga o'xshagan misol mana ko'rib turibmiz, sovuq havo, to есть 0 gradus va undan past havolarda nimaga deganda qatga ketadi bu energiya. Bu yerda yangi texnologiyalarda shunaqa qo'llanilganki, birinchi o'rinda o'zimizda ishlab chiqarilayotgan elektromobillarda bu iqlim sharoitlariga moslash bo'yicha texnologiyalar kiritilgan va bevosita kiritilib borilmoqda ham. Bu bo'yicha ham ilmiy tadqiqot ishlari ham ishlab chiqarishda lokalizatsiya jarayonida unga mos detallar qo'yib borilmoqda va to'xtamsiz ishlar olib borilmoqda. Lekin birinchi o'rinda bizda shu texnikani, shu batareyani boyagi oddiy boshqa nomi chiqmagan qanaqadir elektromobillarga qaraganda birinchi o'rinda shu elektr batareyani saqlab qolishimiz kerak. Shuning uchun energiyani 20-30% nafaqat salonni isitishga, bilamiz oddiy avtomobilda ham rasxod oshib ketadi. Albatta. Buni ham bunga tik qarashimiz kerak. Bilishimiz kerak, bu yerda nafaqatgina salon odamlarni salonda isitish, balki elektr batareyani ham 33 gradus atrofida ishlab turish uchun kerak. Ko'pchilik savol beradi, как mutaxassis sifatida tavsiya berib ketishimiz ham mumkin. Elektromobilni qizdirish kerakmi, yo'qmi? Oddiy avtomobilga o'xshab. Juda ham qiziq savol bo'lishi mumkin. Ko'pchilik beradi bu narsani. Ha, albatta, elektromobilni kamida 3-4 minut, 5 minut qizdirib yuborish kerak. Sabab elektromobilni yoqqan paytingizda siz pechkani yoqdingizmi, yo'qmi? Bu psixologik bo'lishi mumkin. Elektromobilni pechkasini yoqmasangiz ham teplovoy nasos bor. Bizning iqlim sharoitiga moslashtirilgan barcha mana BYD elektromobillarida ko'pincha kirib kelayotgan elektromobillarda ham va bu teplovoy nasos ishga tushib turib, iqlim sharoiti 0 gradus bo'lsa, batareyada ham 1-2 gradus bo'ladi. Uni 33 gradusgacha chiqarib olgandan keyin, uni mana shu yillar davrida probega tushib ketish, undan tashqari noto'g'ri buzilishlarga kelish, razbalansirovkalar bo'lish oldini olgan bo'lasiz. 1-2 minut qizdirganda u uni 33 gradusgacha 5 minut nimasida chiqazib oladi. Agar riski harakatlanib ketsangiz, xuddi oddiy avtomobilga o'xshab, moyla suyulmagan hali moyla quyuq bo'lsa, ishqalishlar paydo bo'ladi. Elektromobil batareyasiga ham ozgincha zarari bor. Shuning uchun 1-2 minut qizdirib harakat qilib yurgan paytingizda u uni asraydi va batareya ham uni asrash uchun mana shu doimiy ravishda uni qizdirib turgani uchun mana shu 20% elektr energiya unga ketadi. Agar biz uni texnologiyani o'ylamagan holatda salonga bergan bo'lsak, bizani mana shu probek ko'tarilardi. Lekin elektr batareyamiz bizda mana shu 10 yil misol emas, o'sha 10 yilda ham ishdan chiqmaydi. Boyaga aytganimizdek, ozgina probek kamayadi. Balkim o'sha 1-2 yil ichida уже ishdan chiqib qolgan bo'ladi. Bu sovuq havoda fikrdagi issiq havoda, chunki O'zbekistonda asosan issiq havoda probekda hech qanaqangi misol yo'qotishlar 5% gacha bo'ladi. Endi bu konditsioner ishlatsak, baribir qanaqadir bu energiyani yo'qotish oddiy avtomobilda ham bo'ladi. Shularga qizdirish shart emas issiq kunlarda, yoz kunlarda masalan. Issiq kunlarda yo'q, chunki bizda elektr batareyaning komfortroq holati 15 plus gradusdan boshlanadi. To есть 15 gradusdan tepada harakatlansak, уже zararsizroq hisoblanadi. Ideal komfort holati уже 30 gradus atrofida bo'ladi. Agar ko'chada 40-50 gradus bo'lib ketadigan bo'lsak, uni sovutish sistemasi ishga tushadi avtomatik ravishda. Agar sovuq havoda bizga mana shu 2-3 minut yetadi, 15 gradusgacha teplovoy nasos elektr batareyani ko'tarib olish uchun. Shuning uchun mutaxassis sifatida tavsiya bergan bo'lardim. Elektromobillarimizda ham pechkasini yoqmagan holatda bo'lsa, 1-2 minut qizdirib borishdi harakatdan oldin. Zo'r javob bo'ldi, sababi juda ko'plab tanishlarimda elektromobillar bor. Ular juda maqtanbachatda. Mana sizni mashinangiz motorli, biz esa mashinamizni qizdirmasdan bemalol harakatlanamiz deyishganda men havas qilgan edim va ularda ham xuddi motor singari mana qizdirish kerak ekan. Keling, hozir bizning Telegramda savollar juda ham ko'p. Mashina umri uzoq bo'lishini xohlasangiz, sana bitta qizdir. Albatta ularga mana shu maslahatlarni yetkazaman. Bizda Telegramda juda ko'plab savollar kelyapti, chunki ko'plab tinglovchilarimiz elektromobilda harakatlanar ekan. Elektromobillarni zararlilari haqida ham tushuncha bersinlar. O'zi aslida zarari bormi inson salomatligiga? Bu yo'nalishlarda ham ko'plab ilmiy tadqiqot izlanishlar olib boryapmiz. Biz bilamizki, ekologiya xavfsizligida misol oddiy ko'pincha men oddiy avtomobillarni taqqoslab ko'rsataman. Bizda ekologiyani buzishda faqatgina ichki yon dvigatelga emas, balkim kolodkalardan, ballonlardan chiqadigan qattim zarrachalar bor. PM zarrachalari deymiz. Misol ballonlardan PM2.5, PM
10 bor kolodkalardan chiqadigan elektromobillarda mana shu PM10 kamroq, sabab rekuperativ tizimini ishlatganda kolodkani bosmaymiz, elektromotor hisobiga tormozlanib boradi va elektr energiyani yig'adi. Lekin shuni hisobiga doimiy ravishda agar rekuperativ rejimida harakat qiladigan bo'lsak, bu energiyani yig'adigan rejim standart emas. Bu yerda biz balonni tezroq yemirilishi kuzatilishi mumkin, chunki yer yuzasi bilan ishqalanish va PM2,5 zarrachalari sal ko'proq chiqishi mumkin. Lekin yana bitta sog'liq nuqtai nazardan kelib chiqqan holatda ko'pchilik aytadi, elektromobil haydasa boshim aylanyapti yoki ko'nglim aylanayapti. Savol bor bizda. Elektroto'lqinlar ta'siri bor narsami? Ya'ni kuchli ta'sirmi debdi. Bog'lab ketsak bo'ladi. Ishlab chiqaruvchi birinchi o'rinda boyga aytib o'tganimdek, elektromobilning o'sha maksimal darajada probyektlarni ta'minlab berish, batareyalarni ko'pga yetish uchun shunga yo'naltiradi va elektr energiyani ham qayta tiklash uchun rekuperativ tizimi mavjud. Elektromobilimizni yoqqan holatda standart ravishda bu rejim yoqilgan turadi va elektromobil harakat qilayotgan jarayonda biz tormozni bossak yoki gaz tepkisidan oyoqni olgan paytimizda rekuperativ rejim bizda 10-15% gacha elektr tokini qayta yig'ib beradi va probyegimizni oshirib beradi. Lekin bu jarayonda men ko'pincha taqqoslayman, bir necha psixolog va nevropatologlar bilan biz ilmiy tadqiqot ishlar hamkorligida olib bordik, ilmiy maqolalar chop etdik. Misol tasavvur qilinglar, oddiy telefonda biz avtomobilning orqasida yoki oldida harakatlanib ketayotganda 3-4 minut yo'lovchi sifatida telefonga qarab o'tirsak, xuddi boshimiz aylanayotgandek bo'ladi yoki bir xil iste'molchilar bo'ladi, boyagi vestibularniy apparat deymiz, boyagi arg'imchoq uchganda bosh aylanish kuzatiladi. Shunaqangi hamma odamlar bir xil emasda. Shu rekuperativ rejimida bizni xuddi arg'imchoq uchganday oldiga orqaga mashinani sal silkitgandek bir holat yuzaga keladi. Bir xillar buni o'ziga oladi, bir xillar boyagi vestibular tizimi buni o'ziga qabul qilmaydi. Shuning uchun bu holat ko'pincha yuzaga keladi yoki bilamiz elektromobillar dinamichniy deymiz, o'sha birovchi momentlar katta tez reski harakatlanishlarda ham bu holat yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun tavsiya beriladi, bitta knopka bilan bu amalga oshiriladi. Biz rekuperativ rejimdan larger deymiz, o'zi yozilgan bo'ladi. Biz oddiy standart rejimga olish va sport va standart rejimlarda emas, biz komfort rejimlarga o'tqisak bu holat bo'lmaydi. To'g'ri 10% energiya yo'qotish kuzatiladi, lekin aholi boshingiz aylanmaydi, og'rimaydi. Bu holat yuzaga kelmaydi. Bu holat, bu knopkani har elektromobilga o'tirganda bosib qo'yish talab etiladi, sabab avtomatik ravishda boyga aytib o'tganimdek, mashinani o'chirib yoqqaningizda bu holat yana yonib qoladi, chunki ko'proq energiyaga yo'naltirilgan bo'ladi. Hurmatli tinglovchilarimiz, haqiqatan ham juda ham qiziq va dolzarb mavzu. Sizda ham o'zingizni qiziqtirayotgan savollar bo'lsa yoki elektromobillarda allaqachon bir necha yillardan beri harakatlanayotganlar, qanaqadir xulosalar bo'lsa, taassurotlaringiz bo'lsa, fikrlaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborib qo'ysangiz bo'ladi. 88 114 90 80 raqam orqali yoki Telegramni qidiruv bo'limiga kirib Salom Hit FM deb bizni manzilimizni topishingiz mumkin. Albatta, juda bir e'tirofli xabar kelgan. Elektromobil zo'r ekan, kam xarj, lekin bitta kamchiligi bor, kapot ustidagi qor erimas ekan degan xabar yubordilar. Bunday xabarlar ko'p va qolaversa o'sha elektromobilni quvvatlash jarayonida radiatsiya nuridan inson aziyat chekadimi degan savollar ham bor. Bularning barchasiga bir necha daqiqadan so'ng javob olasiz. 98. Davom etamiz sizlar. Demak, bugungi mavzuyimizga juda ham ko'pchilik qiziqish bildirishyapti. Katta rahmat xabarlarni yozayotganingiz uchun. Elektromobillar infratuzilmasi haqida bugun suhbatimizni olib boryapmiz. O'zbekistonda elektromobillar bozorini rivojlantirish maqsadida qanday ishlar amalga oshirilayotganligiga ham e'tibor qaratamiz. Albatta, bu borada mamlakatimizda keyingi yillarda elektromobil ishlab chiqarish va joriy etish masalasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Jumladan davlatimiz rahbari elektromobillar hayotga tez kirib kelayotganini ta'kidlab, bu sohani o'zlashtirish bo'yicha topshiriqlar bergan edi. 2024-yil yanvarda Xitoyga davlat tashrifi chog'ida prezidentimiz BYD kompaniyasini bosh qarorgohida bo'ldi va ushbu kompaniya bilan hamkorlikda Jizzax viloyatida gibrid va elektr avtomobillarini yig'ish bo'yicha loyiha boshlandi. Kompaniyaning rahbari bilan muzokara chog'ida yaqin istiqbolda ishlab chiqarish quvvatini yiliga 500 ming donaga yetkazish bo'yicha fikr almashilgan. Albatta, bu boradagi ishlarning samarasida Jizzax viloyati BYD Uzbekistan Factory qo'shma korxonasida ilk elektromobillar ishlab chiqarila boshlandi. Prezidentimiz 2024-yil
iyun oyida ushbu zavodni kelib ko'rdilar va konveyerdan chiqqan ilk elektromobilga imzo qo'ydilar. Yodingizda bo'lsa, ushbu tashrif davomida prezidentimiz BYD kompaniyasi prezidenti Van Chuanfuni qabul qildilar. Uchrashuvda prezidentimiz yaqin istiqbolda modellar qatorini kengaytirish hamda ishlab chiqarish quvvatini yiliga 500 mingtaga yetkazish zarurligiga alohida e'tibor qaratyaptilar. Albatta, ta'kidlash joizki, elektromobillarni mamlakatimizga olib kirish uchun berilgan imtiyozlar O'zbekistonda bu turdagi zamonaviy transport vositalarini ommalashishiga muhim o'rin tutadi. Va biz Telegram manzilida kelgan xabarlarga ham hozir e'tibor qaratmoqchimiz. Demak, ulardan biri zarari bormi yo'qmi shunga aniq javob bermadilar. Oddiy kichkina telefonni zarari qancha, mashinani batareykasini ancha katta bo'ladi-ku va shu bilan birgalikda o'sha quvvatlash jarayonida ko'pchilik aytadi, mashinada o'tirish kerak emas, o'zidan ko'proq radiatsiya chiqaradi, nur chiqaradi. Bu magnit to'lqinlar bilan bog'liqmi? Bunga qanday qaraysiz? Mana shu ikkita savolni bitta qilib berdim. Bunga javob berasizga umiddamiz. Marhamat, Fikret aka. Albatta, bu ko'proq elektromagnit to'lqinlar deyiladi. Elektromagnit to'lqinlar mikroteslalarda umumiy qilib olganda o'lchanishi mumkin. 1 kvadrat metrga o'sha kuchlanishi ta'siri deyiladi. Birinchi o'rinda elektromobil batareyasi statik holatda, demak, hech qanaqangi umuman nol holatda radioaktiv o'sha mikrotestlarda o'lchanadigan elektromagnit to'lqinlar chiqazmaydi. Qachon elektromagnit to'lqinlar elektromobillarda chiqadi? Zaryadlash jarayonida inverter bor bizda. Inverter bizda agar biz katta tokda zaryad qiladigan bo'lsak, bu 380 bo'ladigan bo'lsa, uni 380 tokni elektr batareyaga olib beradi va 220 da sekin tokda zaryadlaydigan bo'lsak, 220 ni 380 to'ys o'zgarmas tok bo'ladi bizda. Bilamiz, 220 o'zgaruvchan tokni biz 380 o'zgarmas tokka aylantirib beramiz. Agar bu ikkita zaryadlash jarayonini bunga hozir mutaxassis sifatida bevosita ilmiy taraflama javob berishga harakat qilyapman. Taqqoslaganda 220 dan chiqadigan zaryadlash jarayonida chiqadigan elektromagnit to'lqinlar nisbatan sal kamroq bo'lishi mumkin. Nimaga deganda sekin zaryad bo'ladi. Sekin zaryad bo'lganda ham to'xtab zaryad qiladi va 220 ni 380 ga o'girish jarayonida ham bevosita chiqayotgan barcha elektromagnit to'lqinlar inverterdan chiqadi. Inverter esa kapot tagida joylashtirilgan va salon qismiga nisbatan to'liq izolyatsiya qilingan. Batareya misol pol tagida joylashtirilgan bo'lsa va faqatgina bizda shumka yoki o'sha kavralan va poliklar ajratib turadigan bo'lsa va batareyani o'zini ichida ham himoyalovchi nimalar bor. Albatta, lekin bu elektromagnit to'lqin chiqazmaydi. Mana shu zaryadlash jarayonida ko'pchilik elektromobillar ichida o'tiradi, lekin o'tirgan jarayonda ham biz eksperiment qilib ko'rganmiz. Mikroteslalarni o'lchaganda faktiski oddiy uyda foydalanayotgan o'sha odam agar foydalansa bir kunda oddiy holatda 10 mikroteslagacha zararsiz hisoblanadi. Ishlab chiqarishga bo'lsa 50 mikroteslagacha berilgan. Chunki biz mikrovolnovkadan foydalanamiz, qanaqadir maishiy texnikalardan foydalanamiz. Barcha texnikalar kam miqdorda bo'lsa ham elektromagnit to'lqinlar chiqazadi. Elektromobil xuddi shunaqa. Agar siz kunda elektromobilingizdan zaryadlash jarayonida salonda o'tirgan holatda yoki haydash jarayonida 7-8 soatdan ko'proq foydalanmasangiz, bu 7-8 mikroteslani tashkil qiladi va bu uy holat umuman nol hisoblanadi. Bu o'rtacha zarari yo'q. Yo'q, zararsiz hisoblanadi. Sabab barcha himoyalash vositalari bor va bu jarayonda o'sha inverter endi qachon zararli hisoblanadi? Agar siz kapotni ochib qo'yib inverter o'sha tepa qismida joylashtirilgan kontrollerda oldida bo'ladi yoki orqa qismida bagajga joylashtirishadi. Uni oldida yarim metr jarayonda o'tirsangiz. Uni ochib turib, misol bagajni ochib turib, bagajning ustida o'tirsangiz yoki kapotni ochib turib, kapotga suyanib tursangiz, bu mikrotresalar odam organizmigacha yetib boradi. Lekin salon qismidan to'liq ajratilgan, shuning uchun ham u bagajga yoki oldi qismiga inverter qo'yiladi. O'sha elektr energiyani bir turdan boshqa turiga, to есть miqdorini ko'paytirganda o'zgarmasdi, o'zgaruv holatga, o'zgaruvchan tokni o'zgarmas holatga olib o'tgan holatda yoki harakatlanishda inverterning o'zida paydo bo'ladigan elektromagnit to'lqinlar hisoblanadi. U ham normasi bor tepada aytib o'tgandek. Shuning uchun tavsiya berardimki, zaryadlash yoki harakat davomida bagajning ichida yoki kapot tagida ochgan holatda, endi bu bagaj ustida o'tirmaydi.
uzoqroq bo'lsangiz bo'ldi. Hech Xuddi qanday shunaqa, zarar yo'q. xuddi shunaqa. Yana bir jihati Fikret aka, ya'ni mana hozir shunaqa qulay tomonlar haqida gapiryapmiz. Davlat siyosat darajasida bunga e'tibor qaratilayotganligi bu bejiz emas, chunki o'sha ekologiyamizdagi ko'rilayotgan zararli holatlarni oldini olish uchun, kamaytirish uchun qilinayotgan bir ishlar sifatida ham e'tirof etilyapti va ana endi esa mana shunaqa katta bir masshtabda e'tibor qaratilgandan keyin uni aytaylik xizmat ko'rsatishini ham joy-joyiga qo'yish kerak bo'ladi. Bu borada kadrlar bizga juda ham zarur hisoblanadi. Elektromobillar bilan ishlash, ularga xizmat ko'rsatish borasidagi kadrlar siyosatichi xo'sh, unda qay darajada amalga oshirilyapti? Ular yetarlimi hozirgi kunda yoki qanaqadir bir yetishmovchiliklar kuzatilyaptimi? Shularga ham to'xtalib o'tsangiz. Albatta, shu yili o'tgan yillari barqaror transport tizimlari bo'yicha bevosita gibrid transport va elektromobillar bo'yicha bir qator universitetlarda yo'nalishlar ochilgan. Kadrlar bugungi kunda qabul qilinib tayyorlanib borilmoqda. Bevosita Turin Politexnika universitetida ham bizda Toshkent shahrida joylashgan. Bu yo'nalishda o'sha 3 yildan beri juda ham katta shu yo'nalishlar ochilgan holatda ishlar olib borilmoqda. Shu laboratoriyamizda qolaversa ikkita yo'nalish ochilgan. Shu yo'nalish bo'yicha qolaversa bugungi kunda mana shu barqaror transport, demak yashil transport deymiz. Nafaqat ilmiy tadqiqot ishlar, balki Yevropa bilan hamkorlikda bir nechta loyihalarimiz ham mavjud. Green Transportation deymiz. O'sha yo'nalishda bizda Turin Politexnikada bugungi kunda o'sha 3-kursga o'tayotgan talabalar, qolaversa birinchi kursda yangi yana paydo bo'lgan yo'nalishlarimiz bor. Shu infratuzilma bo'yicha tarbiyalanib kelayotgan talabalarimiz ham mavjud. Bevosita ustozlar va pedagoglar Yevropada boshqa mamlakatlarda bo'lgan malakalarni oshirib kelgan holatda bizning bugungi kunda yetishib kelayotgan mutaxassislarga o'z bilimlarini berib borishyapti. Tushunarli. Yana bir muhim jihatlardan biri, buni soatimiz avvalda ham aytib o'tdik, elektromobillarni quvvatlash stansiyasi borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-dekabrdagi elektromobillardan foydalanish infratuzilmasini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq respublikada elektromobillarni quvvatlantirish stansiyalari soni kamida 2,5 mingtaga yetkazish vazifasi belgilab berilgan. Bugun tok bor, megawatt, Greenty va Voltavto kabi elektromobillarni quvvatlash stansiyalarini o'rnatuvchi kompaniyalar allaqachon ishga tushgan. Aytganingizdek, bu elektromobillarning yurtimizga kirib kelishi boshqa bir tadbirkorlarga ham imkoniyat berdi. Ularni o'sha tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda hissa qo'shyapti. Xo'sh, bugungi kunda elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari yetarlimi? Endi bu savol ko'proq statistika nimasidan kelib chiqadi. Elektromobillar soni, ularga ko'pchilik chunki ko'pchilik iste'molchilar mana shu elektromobil egalari uyda ham elektr stansiyalardan foydalanishi mumkin. Bir necha qatorda bu arzonroq ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun misol infratuzilma qattiq rivojlanadi. Qachonki elektromobillar shu qaysi shaharda ko'paysa, Toshkent shahrida ular taxminan o'sha 80-90% asosan Toshkent shahriga to'g'ri keladi va bugungi kunda bitta elektromobilni kun davomida boyga ta'minlab beradigan elektr stansiyalari o'rtacha yetarli. To'g'ri, bu ko'proq viloyatlarda elektromobillar kamroq, ko'pchilik endi rivojlanib boryapti, lekin qanchalik elektromobil soni ko'paysa, u yerga ham tadbirkorlar o'sha elektr stansiyalarini ko'paytirib boradi. Meni shaxsiy fikrimcha, endi o'sha statistikani nimani yuritib boramiz. Agar qaysidir skidkalar bo'lib qolib, oddiy tilda aytayotganda skidkalar qilib o'sha tadbirkorlar qaysidir zaryadka stansiyalarida yig'ilib elektromobillar yig'ilib qolmaydigan bo'lsa, umumiy olib qaraganda 2200 atrofidagi so'mda sotayotgan elektr stansiyalarda bemalol bugungi kunda soni yetarli darajada bo'lib kelmoqda. Toshkent shahrida foydalansa bo'ladi. Men ham bir necha bora o'sha endi o'sha mahallada istiqomat qilaman. Shuning uchun qo'shnilarda ko'raman, shunaqa o'rnatganlar bor, xonadonni o'zida zaryadlashyapti, kechqurun qo'yib qo'yadi, bemalol maza qilib harakatlanib yurganlarini ko'rishimiz mumkin. Endi bu jihatga qaraydigan bo'lsak, ko'p emas, 4-5 yil avval ham shunaqa statistik raqamlar qaralganda, bu yil respublikamizga elektromobillar 10 ta import qilinibdi yoki 15 ta import qilinibdi, 4 ta import qilinibdi degan raqamlarga duch kelardi. Bugun esa minglab, 100 minglab hattoki elektromobillar respublikamiz bo'ylab harakatlanishyapti va bular borasida yana bir savol kelgan ekan, ya'ni batareykani sig'imi, ya'ni yo'nqisda tushib ketganda qanday qilib sig'imni ko'tarsa bo'ladi? O'zi umuman imkoniyati bormi shu narsani? Faqatgina almashtirish bilan amalga oshiriladi bu jarayon. Mutaxassis sifatida bitta narsani ta'kidlab o'taman. Ikkita narsa bor. Razbalansirovka degan narsa bor. Sig'imni tushib ketish degan narsa bor. Agar bizda elektromobilimizni batareyasining sig'imi tushib ketgandan keyin uni
ko'pchilik aytadi, undoq qilsa bo'ladi, kalibrovka qilsa bo'ladi, yechib to'g'rilasa bo'ladi. Yo'q, uni to'g'rilab bo'lmaydi. Agar razbalansirovka bo'lgan bo'lsa, bu jarayonni to'g'rilab bo'ladi. Kalibrovka yoki batareyani yechgan holatida unga har bitta yacheykani uyg'otib, misol qaysidir yacheykalar uxlab qolgan bo'lsa, batareykalar uxlab qolgan bo'lsa, bu degani o'sha ishdan chiqqan bo'lsa, uni bemalol probegini ko'tarib olish mumkin. Lekin bu ikkita holat bir-biriga juda ham o'xshash. Shuning uchun malakaviy o'sha texnik xizmat markazlarida litsenziyaga ega bo'lgan, to'g'ri o'sha litsenziyaga ega bo'lgan mutaxassislarda to'g'ri tashxis qo'ydirishni avvalambor tavsiya bergan bo'lar edilar. Va yana bir narsani aytib o'tish kerak, bugun nafaqat yurtimizda elektromobillar harakatlanyapti, elektrobuslar ham poytaxtimizda harakatlanyapti va shunday elektrobus boshqarayotgan haydovchilardan biridan xabar kelibdi. Iltimos, aytsangiz, men kuni bo'yi avtobus boshqaraman, ya'ni elektrobus boshqaraman, uni zarari bormi deyilgan va yana bitta bu savolga qisman javob berib o'tdingiz. Yana bir yosh yigit yozyaptilar, ular ham elektromobil haydar ekanlar. Yosh yigitlarga, ayniqsa erkaklarga zarari haqida eshitgan edim. Bu qay darajada haqiqatga yaqin? Yo'q, boyga tepada ham bu savol o'xshash savol bo'ldi. Hech qanaqangi zarari yo'q, sabab invertorlar hammasi himoyalangan va bagaj qismida o'sha avval zapaskalar turardi. Misol o'sha joylarda yoki kapotdagida himoyalangan vositalar bilan ajratilgan holatda qo'yilgan. Biz asbob uskunalar bilan salonda, harakat jarayonida, razgon jarayonlarida, ko'p o'tirgan zaryadlash jarayonlarida, mikrotestlarda o'lchaganmiz. Agar siz kun davomida 8-9 soatdan ortiq kunlik bemalol 8-9 soat elektromobilda bu degani ishxonaga bordingiz, yarim soat 1 soat boshqardingiz, qaytib keldingiz yoki o'sha yo'l-yo'lakka 7-8 soat tinimsiz harakat qilgani uchun bemalol hech qanaqa zararsiz, xuddi oddiy uyda kun davomida mikrovalnovka, oddiy jihozlardan, bitaviy jihozlardan foydalanilgandan zarari ko'proq emas. Elektrobuslarda menimcha yana ham xavfsiz bo'lsa kerak, chunki avtobusni uni hajmini oladigan bo'lsak, haydovchidan uzoqroqda joylashgan bo'ladi. Albatta, orqa qismida joylashgan bo'ladi. Asosan batareykalar esa qisman orqa qismida va tepa qismida joylashtirilgan bo'ladi. Umuman yana bir eng so'nggi savolimiz, vaqtimiz ham juda ham kam qoldi. Bugun O'zbekiston elektromobillarga tayyormi? Infratuzilma jihatidan xalqimizni o'sha boshqarishi yoki bo'lmasam boshqa bir jihatlarni oladigan bo'lsak, qay darajada O'zbekiston elektromobillarga tayyor? Iqlimi? Albatta, iqlim bo'yicha ham, infratuzilma bo'yicha ham ko'p gaplashdik. Kundan kunga bu yana ham bu bo'yicha ishlar olib borilmoqda, rivojlanishda. Balkim viloyatlarda qaysidir joylarda yana ham talab etar, lekin kundan kunga misol elektromobil soni ortib borgan sari infratuzilmani ham rivojlantirish xuddi shunaqa ortib boradi. Bu ko'proq subyektiv fikr. Shuning uchun shunaqa deb javob bergan bo'lardim. Haqiqatan ham aziz yurtdoshlar, hurmatli tinglovchilar, bugungi dasturimiz, bugungi suhbatimiz sizga birozgina bo'lsa-da foydali bo'lgan bo'lsa, biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Tobora yildan yilga, balki kundan kunga ham elektromobillar soni ortib boryapti. Shahrimizda harakatlanayotganligini, jadallashayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu ham bo'lsa, turmush sharoitimizni yaxshilashga, qolaversa, ekologiyamizni ijobiy tomonga o'zgarishiga, balki hozirgi holati saqlab qolishiga ham o'ziga xos hissa qo'shsa ajab emas. Albatta, to'g'ri aytasiz. Savollarga o'ylaymizki, tinglovchilarimiz yetarlicha javob olishdi va biz esa ekspertimizga kelganingiz uchun rahmat aytamiz. Albatta, bugungi studiyamiz mehmoni ekspertimiz O'zavtosanoat tizimidagi Turin Politexnik universiteti qoshidagi elektromobillar va ularning infratuzilmasi ilmiy tadqiqot laboratoriyasi boshlig'i Fikret aka Umerov bo'ldilar. Katta rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat.